Endi o'zingiz uyingizga hojatxonani ham o'zboshimchalik bilan qura olmaysiz. Endi o'zingiz uyingizga hojatxonani ham o'zboshimchalik bilan qura olmaysiz. Xo'p, bu bilan nima demoqchimiz? Xabarlaring bor. Ruxsatsiz o'z hududiga qurilish qilish umuman turar joylarda ham taqiqlanadi. Xudo xolasa biz turar joylarga ruxsatnoma berish, noturar joylardagi ham qurilishiga ruxsatnoma beramiz. Xudo xolasa, uning uchun yerda qarorlari, davlat reyestridan ko'chirmalar to'g'ri bo'lishi kerak. Biz xudo xolasa chiroyli ruxsatlarni olib berib, mana bunaqangi qurilishlarni qilib beramiz. Hammaning xabarlaring bor. $130 kvadratni quryap turgan uylarimiz bo'lishlari mumkin. Xudo xolasa, standart talabga javob beramiz inshaalloh. Hamma yo'g'imiz bizda unaqa yog'och pog'och, termichkalarga yog'och pog'och yoki bo'lmasa boshqa joylarga bir narsalar ishlatib olingani yo'q. Hamma yo'g'i как положено. Loyihada nima ko'rsatilgan bo'lsa, hamma yo'g'i xuddi shu holda ishlatilyapti, xudo xolasa. Va bizni qurib berishimizning eng afzallik tarafi sizga loyihada uyingizni qurilishiga nima maqsadda ishlatiladi. 100% smetada ko'rsatib beramiz. 100% siz uyingizni qurilishi oldindan nima bo'lishini, qanaqangi ishlatilishini, nechta armatura tashlanishini 100% oldindan bilib olasiz. O'zingiz bilan kelishgan holatda, o'zingiz bilan birga o'tirib, maslahatlashgan holatda uyingizni qurib beramiz. Xudo xolasa, chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqarasizlar. Dominant dizayn eng to'g'ri tilli. Ya'ni orqa taraflarni ham chiroyli qilib beryapmiz inshaalloh. Bitta orqa hovlisi, bu yog'iga katta yo'lxona, boshqa narsalar hamma yoq joylanadi inshaalloh. Tashqari hojatxona ham qilib beramiz bitta.